Bugun diqqatni, fokusni jamlash haqida gaplashamiz. Tasavvur qiling, oldingizda muhim vazifa turibdi, lekin fikrlaringiz tarqoq. Diqqatni jamlash qiyin. Bunday holatda nima qilish kerak? Bugun sizga diqqatni jamlashning 3 ta ajoyib usulini taqdim etaman. Ular orqali siz istamadorligingizni oshirib, maqsadlaringizga tezroq erishishingiz mumkin. Tayyor bo'lsangiz, boshlaylik. Birinchidan 5 daqiqalik sukunat tanaffusini sinab ko'ring. Tasavvur qiling, vazifangiz bor, lekin stressdasiz. Nima qilish kerak? Oddiy 5 daqiqa davomida hech nima qilmang. Ko'zlaringizni yuming, chuqur nafas oling va miyangizdagi shovqinni o'chiring. Bu qisqa tanaffus miyangizni yangilab, diqqatingizni jamlashga yordam beradi. Keyingisi, texnologiyadan foydalanamiz. YouTube'da 40 Hz binaural tovushlarni qidiring. Quloqchinlaringizni taqing va tinglang. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bu chastotalar miyangizdagi neyronlar faolligini oshiradi, diqqatni jamlash va o'rganish qobiliyatini yaxshilaydi. Esingizda bo'lsin, binaural tovushlar samarali ishlashi uchun quloqchinlar juda muhim, ya'ni naushniklar. Va nihoyat Pomodoro texnikasi bilan vaqtni boshqarish o'yin qoidalarini o'zgartiradi. 25 daqiqa davomida to'liq diqqat bilan ishlang. Keyin 5 daqiqa dam oling. 4 ta shunday sikldan so'ng 15-30 daqiqalik uzunroq tanaffus qiling. Bu usul charchoqni oldini oladi va unumdorlikni oshiradi. Xulosa qilib aytganda, diqqatni jamlash bu o'rganishimiz mumkin bo'lgan mahoratdir. 5 daqiqa sukunat tanaffuslaridan, 40 Hz binaural tovushlardan va Pomodoro texnikasidan foydalanib, diqqatingizni kuchaytirishingiz, vazifalaringizni samarali bajarishingiz mumkin. Bu usullarni sinab ko'ring va natijalaringizni biz bilan baham ko'ring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling.